Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ana o'sha oldingi videoda ko'rilgan padushkamiz, shu 12 etajli padushkasini vipuskalari bog'landi. Mana shu chekka qismidagi vipuskalar. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu chekka qismi hammasi 30 santimetrdan bo'ladi. O'rtadagilar bo'ladigan bo'lsa, ichkari qismlar 20 santimetrdan bo'ladi betonimiz. Bitta kolon, ya'ni kolonnalarimiz yo'q. Ko'rgan bo'lsalaring, kolonnalarga vipuska chiqarilmagan. Faqat o'sha stenamiz o'zida, o'sha 30 li stenani o'zida, mana armaturalarimizni ko'rib turibsizlar, 12 li holatda. Umuman kolonna uchun 20 li yoki 28 li boshqa armaturalar ishlatilmagan hech qanaqangi joyida. Faqat 14 li armatura mana bu padushkamiz setkasiga ishlagan bo'lsa, stenalarimizga 12 li armaturadan ishlatganmiz. Shu holatda bu padushkamiz razmeri 30 metrga 22 metr 80 santimetr, balandligi bo'lsa 1 metr quyiladi. Lekin bitta narsa, mana burchak qismlariga e'tibor beradigan bo'lsalaring, mana shu burchak qismi mana 10 santimetrdan bog'langan, ya'ni vipuskalarimiz tepaga chiqib turgan armaturalar 10 santimetrdan bog'langan burchak qismlari. Hamma burchak shunaqa. Bu burchak ham mana shu burchaklari ham mana 10 santimetrdan bog'langan hammasi. Lekin mana ichki devorlari bo'lsa, mana ichki devorlari 20 santimetrdan qilib ketilgan. Har bitta burchak 10 santimetrdan bog'langan. Mana shu yerda ham burchak bor, hozir mana o'z berib qo'yilgan. Mana shu joyida ham 10 santimetrdan bog'langan. Lekin mana uzun stenalar bo'ladigan bo'lsa, stenalarimiz 20 santimetrdan vipuskalari chiqarilgan. Padushkamizga ishlatilgan armaturalar shak 20 ga 20 14 li armaturadan. Va yana bitta narsa, e'tibor beradigan narsalaring, vipuskani tag qismida, mana vipuskalarda tag qismida chilozlar bog'langan, mana ko'rinib turibdi. O'yinga o'xshab 4 qator chiloz bog'lab ketilgan. Bu padushkani ichida qolib ketadigan joy. Shu holatda endi yana chilozimiz bor. U katta chiloz mana toshib tayyorlab qo'yilgan. Mana shu turganlar, bu o'sha 1 metrli padushkani pastdagi setkasi bilan tevadagi setkani bir-biriga iljak qilib ilib qo'yiladi. Bu chilozlarimizni biz 12 lidan tayyorlaganmiz. Mana bu chilozlar bo'lsa 30 lida. 30 li pardani ichidagi chilozlar mana ko'rinib turibdi. Ular 6 li simdan tayyorlangan. 20 lilar tagida ham xuddi shunaqa chilozlarimiz bor. Xudo xolasa beton quyish jarayonini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, obuna bo'lib, like bosish albatta esingizdan chiqmasin. Bizda foydali va qiziqarli videolar asta-asta ko'rsatilaveradi. Mana shu holat. Hammalaringga rahmat.